Nima ishda ishlashni xohlaysiz? Orzungizdagi ish nima deydi-yu? Men ishlashni orzu qilmaganman to'g'risi. Umuman hech qachon orzuyimda ish bo'lmagan. Hali ishlash yoqmaydi menga, tug'ma. Ishingiz yoqmayaptimi, u joyda almashtirish kerak deydi-yu. Almashtirsam ham yoqmayapti-da baribir. Menga, в принципе, dunyodagi любой ish yoqmaydi ekan. Orzu qilish u yoqda tursin. O'zi shu yoshligimda bolalar bilan xohlashgan o'ynaganda biznesmen boy rolini o'ynashim kerak edi, hali ishga borib keladigan erda emas. Hatto o'rgimchak odamni ham, mana oddiy bolani o'rgimchak chaqib, o'rgimchak odam bo'lib qoladi-da. Men ashuni ko'rib, meni it ishlab olgandan keyin bir qo'shimcha it odam bo'lib kuchayib ketaman deb o'ylaganman. Yo'q, shu itdek ishlash qobiliyati o'tgan. Yo, bir marta 3 yosh katta boladan itdek kalta ham yeganman. Doim kalta yeydigan bu deb o'ylamaylar. Bir marta to'rga bir qolib ketib, to'ralasini ham urib qo'yishga 100% ahlim yetgan. Prosta yetib olish olmaganda menga ular. Shuning uchun nima ishda ishlashni xohlaysiz? Orzungizdagi ish nima deydi-yu? Men ishlashni orzu qilmaganman to'g'risi. Umuman hech qachon orzuyimda ish bo'lmagan. Hali ishlash yoqmaydi menga, tug'ma. Ishingiz yoqmayaptimi, u joyda almashtirish kerak deydi-yu. Almashtirsam ham yoqmayapti-da baribir. Menga, в принципе, dunyodagi любой ish yoqmaydi ekan. Orzu qilish u yoqda tursin. O'zi shu yoshligimda bolalar bilan xohlashgan o'ynaganda biznesmen boy rolini o'ynashim kerak edi, hali ishga borib keladigan erda emas. Hatto o'rgimchak odamni ham, mana oddiy bolani o'rgimchak chaqib, o'rgimchak odam bo'lib qoladi-da. Men ashuni ko'rib, meni it ishlab olgandan keyin bir qo'shimcha it odam bo'lib kuchayib ketaman deb o'ylaganman. Yo'q, shu itdek ishlash qobiliyati o'tgan. Yo, bir marta 3 yosh katta boladan itdek kalta ham yeganman. Doim kalta yeydigan bu deb o'ylamaylar. Bir marta to'rga bir qolib ketib, to'ralasini ham urib qo'yishga 100% ahlim yetgan. Prosta yetib olish olmaganda menga ular. Shuning uchun